Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti, arabshunoslik oliy maktabi tomonidan O'zbekiston arabshunoslari forumi mavzusidagi respublika ilmiy amaliy anjumani o'tkazildi. Mazkur tadbir respublikamizning turli jabhalarida faoliyat olib borayotgan 3 avlod arabshunoslarni bir davrada jam qildi. Mavzuni muxbirimiz Jasmina Murtazoyeva davom ettiradi. Minglab talabalar tahsil oladigan Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida ilk bor 100 ga yaqin 3 avlod arabshunoslari to'plandi. Tadbir avvalida mehmonlar universitet binosida tashkil etilgan muzey bilan yaqindan tanishishdi. U yerda universitet faoliyati davomida erishilgan yutuqlar, ta'lim muassasasining faxri bo'lgan insonlarning suratlari joy olgan. Anjuman arabshunoslari ishtirokidagi yalpi majlis bilan davom etdi. Majlis davomida so'zga chiqqan professorlar ilk bor o'tkazilayotgan forum haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Universitetda arab tilining o'rgatilishi, arab mamlakatlardagi universitetlar bilan aloqalar, kelgusidagi rejalar haqida ma'lumot berildi. E'tiborlisi, universitet shu paytgacha arab mamlakatlaridagi 10 ga yaqin nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda ishlamoqda. Arabistonlik o'qituvchilar O'zbekistonga kelib talabalarga ta'lim berishyapti. O'zbek va arab tili bir-biriga yaqin. O'zbekiston biz uchun ikkinchi uyimizdek. Ushbu buyuk yurt boy tarixga, shon-shuhrat va turli fan sohalariga ega. Har doim yangi iste'dodlar va qobiliyatlar bilan ajralib turadi. Men ushbu ilmiy yig'ilishda ishtirok etganimdan xursandman. Bugungi tadbirda qatnashayotgan olimlar va ularning bilimlaridan foyda olish men uchun katta sharaf. Bu anjumanimizning yana muhim tarafi mana shu ustoz shogird an'anasini davom ettirishga juda katta fursat va ular mana shu bizlarni bitirib chiqqan ustozlarimizni o'sha an'analarini davom ettirishadi, ularni ilmiy meroslarini o'rganishadi va ular bilan mana yuzma-yuz ko'rishib turishibdi. Va bu albatta hozirgi aytganimizdek butun respublikamiz arabshunoslari uchun katta bayram. Forum so'ngida anjumanga kelib tushgan 100 dan ortiq yurtimiz hamda xorijlik arabshunos mutaxassislar tomonidan yozilgan maqolalar ko'rib chiqilib, xulosalar berildi. Jasmina Murtazoyeva, Nodir Rustamov, Zahro Kozimjonova, Ovoza informatsion dasturi uchun.